Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana sizlarni men o'zimni shaxsiy kolleksiyamda video obzor, ya'ni kitob va jurnallarim bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni o'z davrida mashhur bo'lgan Mushtum jurnal haqida kichkina video obzor qilib beraman. Eslaganlar biladi, qanaqa kitob jurnal bo'lgan bu o'z davrida. Izoh va kommentariyalarda sizlar shular haqida yozib qoldirsa bo'ladi, kimda shunaqa jurnal bo'lgan yoki hali ham bor yoki kerak, shular haqida yozsanglar bo'ladi. Video yoqsa like bosinglar va ushbu videoni shunaqa narsaga qiziqadigan odamga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Mana 70-yilgisidan 69 ham bor ekan. Mana 1969-yil chiqarilgan Mushtum kutubxonasi. Alixo'ja Xo'jaali Charqiy qiz ekan. Yetti bo'lgan ekanlar. Bitta she'rlar. Hajviy jurnal bo'lgan, bilasizlar. Hajviy narsada yozilgan. 70-yilgisi ekan. Sog'lar va dog'lar bilan yo 8 narx ko'tarib olish varianti. Xo'sh, 71-yil. Rasm evolyutsiyasi o'zgaryapti ekan, qarang. Bu yoqda shunaqa narsa. 3-son ekan. Yog'och polvon. 5 tiyin. Bitta o'sha hajviy latifalar bor ekan. Eslaganlar bo'lsa bitta like bosishni unutmanglar. 72-yil soni. Toshbolt oshiqini mashhur Hamid O'rolov asari bo'yicha 6 tiyin ekanlar ham yozilgan. Bilasizlar, kim o'ynagan bu asarni? Kommentariyada shu haqida yozib qoldirsanglar ham bo'ladi, kim o'ynagan Toshbolt oshiqqa. 74-yilgisi 33-soni ekan. Fozil Zohid asari bo'yicha ko'zlari pulda. 19 tiyin narx oshyapti. Yumoristik she'rlar, hajviy latifalar, masalan, rasmlar. Xo'sh, bu endi mana Mushtum kutubxonasi maxfiy yordam 8 tiyin ekan. 76-yil ekan. Bitta ham voqealar, kulgili voqealar, latifalar ekan. Va mana 77-soni ekan. Qarz va millioncha olmos. 20 tiyin. Bu 85-yil. Ha, yana qo'shimcha qilib ketay. Kelib qolgan narsalarni ko'rsatib ketmoqchi edim. Mana atxitkalar eslasizlar, sovet davriniki bo'lardi. Rasmlar chiqardi. Nakleyka bo'lardi, yopishtiriladi. Sovet puli ekan. Bunaqa hindcha rasmlar bo'lardi, oldin eslasizlar. Bunaqa sovetga ham yozib qo'yibdi, 5 kopeyka romli. Bunaqa kalendarlar bo'lardi, eslasizlar, aktrisa Doron Qambarova. 90-yilga kalendar ekan, sovet davriniki. Shuni qo'shimcha qilib ketay degan bilan noyob narsalar. Xullas, bugun mana shu o'zimni yaxshi ko'rgan jurnalimdan biri Mushtum jurnal haqida obzor qildim. Buni yana kodtalari ham bor, keyinroq qilib beraman, topsam. O'z davrida mashhur bo'lgan bu hajviy jurnal. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Farhod M12